Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri avlodlar torbetiga xush keldingiz. Men Nuriya Rahman. Bugun men uyda. Bugun qo'limda Yarmuhammad Tahir Tug'luqning Qoida yo'sullarimiz nomli kitobi. Vaqt nima degan tez o'tadi, ha? Mana ko'zni yumib ochqicha 2024-yilni azitish oldida turibmiz. Mushtamlarda o'zinglarga sunug'im kelgini fazilat yo'sullarimiz degan temadagi bo'lim. Xo'sh. Fazilat yo'sullarimiz dunyodagi barliq millatlarning axloqiy fazilat o'lchimi, axloqiy fazilat yo'sullari va talablari bo'ladi. Umumiy ma'nodan olganda yaxshilik qilish yaxshi fazilat, yomonlik qilish fazilatsizlik. Bu hamma insonlar uchun o'rtaq. Boshqalarni hurmatlash yaxshi axloq, hurmatsizlik qilish yomon odat. Yana har bir millatning xarakteridagi o'xshamaslik, aqida e'tiqod jihatdagi o'xshamaslik, odat kuchidagi farq, madaniylik darajasidagi farq, nomus va g'urur ingidagi o'xshamaydigan farqlarga yondashgan holda fazilat yo'sullarida o'xshash bo'lmagan farqlar kelib chiqqan. Uyg'ur xalqi haqiqiy ma'nosi bilan fazilatlik millat deb atalishga munosib xalq. Ular necha ming yillik e'tiqod ideya tarixida o'ziga xos bo'lgan go'zal fazilat yo'sullarini barliqqa keltirgan bo'lib, bu fazilat yo'sullari bilan bu al xeyli mushaqqatlik o'tanglardan o'ngishliq o'tib, millatning parlaq shajarasini hozirgacha ko'kartib kelaligan. Chunki ba'zi hollarda fazilat quroli odamni dunyodagi har qancha ilg'or qurollardan qudratli hayotiy kuchga ega qila oladi. Bir necha kichik tema bor. Buning biri gapmi eg'izdan chiqadi, jonmi eg'izdan chiqadi. Bu ibora Uyg'urlarning lafziga vafo qilish, va'daga vafo qilish haqida barliqqa keltirgan fazilat yo'sullarining biri bo'lib, biz uni umumlashtirib va'daga vafo qilish, lafzida turish fazilati deb ataymiz. Qadimgi davrda Markaziy Osiyodan tortib sharqiy shimolgacha bo'lgan bu diyor Chinliqlar degan nom bilan atalgan. Chin so'zini Mahmud Qashqariy izohlab, haq, haqiqiy, rost degan ma'noda yashgan. Chin so'z degan jumlaga rostchil kishi deb jumla tuzgan. Turkiy tillar divoni 3-tom 189-betda bu haqda xotirlar bor. Buningdan ma'lum bo'ldiki, qadimki Uyg'urlar va ularning ota-bobolari rostchillik va'dasiga vafo qilish bilan mashhur bo'lgan kishilar ekanligi ma'lum bo'ldi. Yusuf Qasojib shohlarning va'dasida turishi, va'dasiga vafo qilishi davlatning mustahkamligiga, shohning elning qalbidagi obraziga munosabatlik muhim ish deb qaragan. So'zidan yo'lvas izidan qaytmas degan maqolmi rostchillik, va'daga vafo qilish Uyg'urlarning odamiylikka qo'ygan muhim tarozisi ekanligini ko'rsatib berdi. Hünərni əla bilish. Uyg'urlarning qoida yo'sinida hunar qadrlanadi. Hunar egallash, hunarda kamolatga yetish uchun tirishchilik qiladi. Uyg'urlarning hunar san'atining tarixi nihoyat uzun. Ularning butkul turmush zinnati, turmush vositasi bo'lgan barliq ro'zg'or madaniyatining hammasi mana shu hunarvan ustalarning qo'lidan chiqqan. Minglagan qo'li gul ustalarni shu hunarvan ustalar tarbiyalab chiqqan. Bu ma'nodan qaraganda hunarvan ustalarning jamiyat taraqqiyotiga qo'shgan to'kpisi nihoyat chum. Mana shu qo'l sanoatining taraqqiyoti hozirgi zamonaviy sanoatning onasi edi. Uyg'urlarda hunarsiz podshohdan hunarlik qo'li yaxshi degan aqida bor.
Yusuf Hasajib hünərvən ustalarının cəmiyyətdə oynaydigan rolunu tərifləb mundaq degan. Tömürçi, otunçi, yana teriçi, ya sırçı, boyaqçı, ya oqçı, yaçı. Bu dünya zinnəti bulardın bolur, cihanda tam işlar bulardın kelir. Hünər səbəblik bu dünya şunca güzel. Qədimki dəvirdə hünərni uz dəb, hünərvəllər uzlar dəb atalğan. Uyğurlarning tushunchasida yana hünərvən xor bo'lmaydi degan aqida bor. Chunki hünər degan qayerga borsa asqatidi. Hünərlik odam qayerga borsa e'tiborlanadi. Xalqimiz hünərvənlərga to'rdan o'rin beradi. Ularni ustam, ustozim deb ataydi. Uyg'urlar qadimki davrlardan tortib bilimlik degan so'zlarni hünərvənlər uchun ishlatib keldi. Bilimsiz, nadan deganni hech qanday hünar fazilat o'rganmagan harom tamoq, qo'lidan hech ish kelmaydigan kishilarga ishlatib keldi. Har bir hünarning bir ustozi bor deb qaraydigan xalqimiz hünarga saxtalik qilsa, napoq bo'lsa, bir ustoz yordam qilmaydi deb qaraydi. Hünar degan bu hayotning ma'nosi. Hünar degan ham san'at. Hünar degan töhbə, hünər degan maharet, hünər degan qadr qimmat. Hünər insanların təfəkkürünü tərəqqi qıldırğan, hünər insanların tərəqqiyatını ilgari sürgən. Əgər hünər bolmagan bolsa, insanlar hazırki zamanıvi dünyaga qadam alalmagan, ibtidai turmuşdan qutulalmagan bolatdı. Biz hünərni uluqlaymiz, hünərni söyümiz, hünər egileriga ehtiram bildirimiz. Yana bir tema to'g'riliqqa da'vat qilish. Uyg'urlarning qoida yo'sullarida kishilarni yaxshilikqa da'vat qilish, yomonlikdan to'sish, to'g'riliqqa yetaklash, ozg'onlarga yo'l ko'rsatib qo'yish muhim an'anaga aylangan. Hayotda odam ko'p hollarda boshqalarning yo'l ko'rsatishiga muhtoj bo'ladi. El arsida bir-biriga iqtisodiy yordam berishla yaxshi amalga yetmaydi. Balki yaxshi so'z, yaxshi harakatlarmi, boshqalarni yaxshilikka da'vat qilish, yomonlikdan to'sishmi boshqalarga qilgan yaxshilik hisoblanadi. To'g'riliqqa, yaxshilikka da'vat qiladigan, yomonlikdan, xato yo'ldan to'sadigan har bir odam yaxshilik qilishga oldiraydigan, yomonlik qilishdan qo'rqadigan jamiyat nijotlikqa erishadi. Bir-birining yaxshi yomon ishi bilan kori bo'lmaydigan, yomonlik qilsa, yomon kunga qolsa xo'sh bo'ladigan, yaxshilik ko'rsa, yaxshi yo'lda monsa, dushmanlik qiladigan jamiyat mas'uliyatsiz jamiyat bo'lib, o'zining go'rini o'zi qo'laydigan hamoqatlar qatorida ayiblanadi. Yana bir tema to'g'ri yo'lda bo'lish. To'g'ri yo'l nijotlikqa erishtiradi. Xato yo'l jaholatga so'raydi. To'g'ri yo'l muvaffaqiyat yo'li. Xato yo'l mag'lubiyat yo'lidir. To'g'ri yo'l maqsadga yetkazadi. Xato yo'l nishondan ozdiradi. To'g'ri yo'l yaxshilikqa erishtiradi. Durust bo'lmagan yo'l mamatlıqqa mubtala qiladi. Uyg'urlarning hayot nizomidagi muhim qoida yo'sullarining bir mazmuni. Hayotning o'zini to'g'riliq ustiga qurilgan. To'g'riliqni talab qiladi. To'g'riliq mavjudlikning, tangtongliqning kapolati. Hayot bir poyez bo'lsa, to'g'riliq relsga o'xshaydi. Poyez relsda bo'lsa, manzilga o'ngishliq yetalaydi. Relsdan chiqib ketsa, halok bo'ladi. To'g'ri bo'lishning falsafaviy asosi normal bo'lishdir. Badan sog'lom bo'lishi to'g'riliq, normallik bilan bo'lsa, normallik buzilsa, tanda kasallik ko'riladi. Olammi normallik bilan bir butun. Jamiyatmi normallik bilan tinch, xotirjam. Normallik buzilsa, hamma narsa o'zining mavjudlik asosini
yo'qotib qo'ydi. Uyg'urlarning qoida yo'sinida rostchilikni do'st tutish ta'kidlanadi. Rostchilar bilan do'st bo'lishga da'vat qilinadi. Yolg'onchilar bilan bordi-keldi qilmaslik, yolg'onchilarni do'st tutmaslik, ular bilan muomala, munosabat qilmaslikka buyuruydi. Rostchilik odamga xotirjamlik beradi. Yolg'onchilik odamga xotirjamsizlik, kulfat ilib keladi. Xotirjamlikka erishish uchun rostchilik bilan yashash kerak deydi. Yusuf Qasajib rostchilar yurakini olqiniga ilib, el orasida uyalmay yuralaydi degan edi. Rostchilar beshini tik tutib mang'alaydi. Yolg'onchilarning beshi mo'risidan egiz ko'tarilmaydi. Savdo ishlardimi tarozini rost tutish, rost gap qilish savdoga barakat beradi. Tarozini soxta qilish, yolg'on gap qilish savdoda topgan pulni to'sib etidi deb qaraydi. Shunga oilada bolalarga rostchilikni o'rgatish, bolaga rost gap qilish, yolg'on gap qilmaslik, er-xotin o'tirsida rostchil bo'lish, yolg'onchilik qilmaslik esil an'ana hisoblanadi. Rostchilik Uyg'urlarning aqidasiga aylanib ketgan. Rostchilar qadrlanadi, hurmatlanadi. Yolg'onchilar bo'lsa ayiblanadi. Shunga yolg'onchining quyrug'i bir tutam degan maqol barliqqa kelgan. Rostchil odam haqqoniyatchi bo'ladi. Yolg'onchi odam qora niyatchi bo'ladi. Rostchil odam deydi, qiladi. Yolg'onchi odam ikki yuzlimichi bo'ladi. Deydi, qilmaydi. Yaxshilik rostchillarda bo'ladi. Yomonlik yolg'onchi kishilardan keladi. Rostchillardan yaxshilik keladi, yolg'onchilardan yomonlik keladi. Yolg'onchilarning ishi ravoj topmaydi. U dunyo, bu dunyo yolg'onchilik qalpiqidan qutula olmaydi. Bu qalpoq uningga baxtsizlik balasini ortadi. Bu kitobdagi hamma mazmun shundoq yaxshi, shundoq yoqtiraman, shunga imkon bor ko'proq sizlarga o'qib bergim keladi. Ma'qul amsa kitob o'qish munbirimizning hurmatli mushtarlari, bugungi kitob o'qishimiz mushagicha bo'lsin. Kelar qitimliq programmamizda ko'rishaylik. Munbirimizga texi mushtari bo'lmagan qarindoshlar, mushtari bo'lishni unutib qolmanglar. Xayr xo'sh. Kelar qitimliq programmamizda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.
Assalomu alaykum. Kitap o'qish munbiri avlodlar to'rbitimizning hurmatli mushtarilar. Munbirimizga yangi kelgan qarindoshlar. Bugun men nihoyatda chiroyli bir cho'qqada. Ko'rayotganinglardek 360 gradus aylanib, Shveysariyaning Alp tog' tizimlaridagi 2000 metr, 3000 metr, 4000 metrdan oshadigan cho'qqalarning hammasini ko'rgil bo'ladi. Ayada bir aeroplan. Ötüp ketsin, her bir qitim mushundaq tog'ning cho'qqalarida kitap o'qiganda yoki manzirlardan tatib sizlar ko'rsatishni planlagan vaqtimda mana mushundaq aeroplanlarning ovozi, undaq bo'lishida qancha yuqorida bo'lgan sari aeroplanlarning ovozimi aniq anglandi ekan. Ana shundaq chiroyli ota-bobolarimiz 7 qavat osmon deb bekor aytmagan boya texi tumanlarning ichidadim. O yerdan mana o'rlab 1000 metrdan oshgandan keyin zap zangar osmonni ko'rishga boshladim. Ajoyib chiroyli, shu qadar go'zal. Qish tugab, bahor, yoz fasli, kuz fasli o'tgandan keyin mushu qorni bak seg'inib ketaman. Undaq bo'lishida kichik vaqtimda Urumchida qorlar ajoyib yog'atdi, ham oq qordi-da. Hozirga o'xshash isloga bulg'unib ketgan qora emasdi. Shunlashqa bekmi yaxshi ko'raman. Uning ustiga havo mushu tog'ning havosi ajoyib esdi. Bek chiroyli kepin tugmay qavatdi ma go'zal manzirada. Tağının çoqqısıda yemeyimiz deysənlər, irimçik şorbası. Parçalayımız, andan zıxnan küçük ötküzü. Sekiz şeklini çıkaralım. Kısırmığı da çıkaralım. Sırma. Şunda peyzi.